Hurmatli do'stlar, xudo xolasa Urganch yo'nalishi bo'yicha opalarimizni, akalarimiz chiroyli qilib o'tkazdik. Mana tamoshagacha. Hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi. Sog' bo'laysiz, sog' bo'ling. salomat bo'laysiz. Hammasi yaxshi. Mana shu yerdan bo'ldi, kirib ketaveringiz. Hech kim hech narsa demang. Xudo xolasa xizmatdamiz, smeni almashdi. Tekshiradi, boshqa qiladi, qo'rqitadi. Ehtiyot bo'laverasizlar. Operlar ham turib olgan mana bu yerda. Mana ko'rsatay, o'tay. Hurmatli yurtdoshlar, xudo xolasa yana akalarimizni Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha chiroyli qilib mana olib kelyapmiz. Shu turi bo'lishi kerak. Masalan, oddiy formaliklar tekshirsa, boya meni bunchalar tekshir deb aytib kirib ketaverish kerak. Qo'rqish kerak emas, bemalol murojaat qilaverasizlar. Samarqandga uchayotgan akalarimiz telefon qilgan holda kelasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib o'tib. Xudo xolasa passajirlarni, bez bagajlarni o'tkazishni boshladik. Mana joylarni ham 2A oyna qatordan qilib bularda dogovor tuzsa shu yo'qda, mana qaranglar, mana bu yerga olib kirib oladi. Endi bilganlar biladi, mana ketayotgan. Mana shu yerga shunday olib keladi-da, sumka-pumkalari kavlaydi. Keyin qancha bor, qanchaligi yo'q. Masalan, olib qo'ya olmaydi. Masalan, olib qo'yadi bular. Keyin ayta olmaydi-ku, biznikilar, nima qilyapsan? Nega men senga buncha summa berishim kerak? Pulimni qaytarib ber. Bo'lmasa jalba yozaman, kudim-sudim demaydi. O'shaning uchun kudim-sudim qilib, misol uchun men olsam menga gapiradi. Atak mana bularga gapira olmaydi. O'shaning uchun aytinglar. Luboy o'zbek odam masalan gapirasizlar-ku, meni pulim deb. Bularga ham xuddi haqlaring bor. Meni pulim. Nega olyapsan? Xohlasang 5000 ishtarab qil, lekin 10000 olishga, 15000 olishga haqqing yo'q deb dangal tikka-tikka gapirishni o'rganing. Ha desam, ha deb pulni berib ketaver.